Kimga 90% yosh yigitlar muvaffaqiyatga mировой kategoriyada erishishi kerak. Hech kimga kerak emas. Shuning uchun 18+ videolar internetda mavjud. Chunki siz mana shu yosh paytingizda kuchingiz to'la bo'lgan payti, energiyangiz, testosteroningiz pikda bo'lgan payt, siz mana shu narsangizni, potensialingizni kerak emas narsalarga slivat qilasiz. Bu sizga просто miyangizda illyuziya beradi, что siz mana shu inson bilan kommunikatsiyadasiz. Aslida bu unaqa emas. Dunyoni boshqaradigan odamlar yoshi 40-45 da, ular sizdagi potensiali bor odamlardan qo'rqadi. Shuning uchun mana shunaqa narsalar hozirgi kunda mavjud. Sizni kuchingizni kerak emas joyga sarflash uchun. Qachonki o'zingizni kuch topib, o'zingizni bo'layotgan mana shu imini quvvatingizni ishga qaratadigan bo'lsangiz, o'z ilmga qaratadigan bo'lsangiz, o'shanda siz o'sha yoshingiz 30 da bo'lganda, 30 dan keyin o'sha ishlash hojatingiz bo'lmaydi. Eng pikda bo'lasiz. Dunyoni qonunlarini o'rganish uchun siz har xil insonlar bilan gaplashishingiz kerak. Boy, o'zingizdan leveli kattaroq, o'rni kattaroq, bilimi ko'proq, har xil joyda ilm olishingiz kerak. Faqat bitta направление emas, hamma tomonlama bo'lishingiz kerak. O'shanda любой kirsangiz, любой tema bo'yicha gaplashib keta olasiz. Oyiga 10 ming dollardan ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz, shu qonunlarni hammasini bilishingiz kerak. Imini dunyo kategoriyasida mana bu dunyo bo'lsa, siz mana bu tarafdan qarashni bilishingiz kerak. O'shanda katta natijalarga erisha olasiz demoqchiman. Balki bu video kimdir uchun tushunarli bo'ldi, balki kimdir uchun tushunarsiz, no vaqti keladi, siz обязательно bu narsani tushunasiz.